Assalamu alaykum qarindoshlar. Şoförlük nazariya darsiga xush keldinglar. Bugun biz ikkinchi darsga doir taqlidiy imtihon savollari bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni bizning ikkinchi darsimiz yo'l ishlatgichlar, prava kinishkisi, mashinaning plakati, mashinaning sug'urtasi degandek mazmunlar to'g'risida. Ya'ni shu nazariya to'g'risida imtihonga qanday shaklda savollar bilan tanishib o'tamiz. Qani savollarimizni boshlaylik. Vanaf welke leeftijd kun je rijbewijs B behalen? Yani siz qancha yoshdan boshlab B pravini olsangiz bo'ladi deydi. Bu nazariyat o'rganib o'tgandik. Yani 16 yoshdan boshlab nazariya imtihonni o'rganishni boshlab imtihon qatnashsak bo'ldi. 16,5 yoshdan boshlab amaliyot darsini olishni boshlasak bo'ladi. Ondan 17 yoshdan boshlab amaliyot imtihoniga kirib imtihonni o'talsak prava ola olamiz. Shunga buning javobi 17 yosh. Yani qaysi yoshdan boshlab prava olsangiz bo'ladi? 17 yoshdan boshlab. Hoeveel is de toegestane maximum massa van een auto en aanhanger die je met het rijbewijs B mag besturen? Yani siz rijbewijs B bilan B-tiplik prava bilan haydasangiz bo'ladigan mashina va kuzov birga holda haydasangiz bo'ladigan eng yuqori ig'irlik qanchalik deydi. Buni o'rgangandik. 3500 kilogramm, ya'ni B-tiplik prava bilan biz mashinaning keyingi kuzov chetib yuk taqib masak, shuning butun hammani qo'shganda 3500 kilogrammgacha bo'lgan haydayalaymiz. Shu buning javobi 3500 kilogramm. Welke verzekering heb je nodig om verzekerd te zijn voor zowel andermans schade als die aan jouw eigen voertuig? Yani hem o'zingizning mashinasini ham qarshi tarafninki ziyonini to'lab berish uchun siz qaysi turdagi sug'urtani olishingiz kerak deydi. Biz mashinaning sug'urtasini o'rgangan vaqtda 3 xil sug'urtaning borligini o'rgangandik. VA verzekering degani eng bazis, eng asosiy sug'urta. Bu cho'qim bo'lishi kerak. Buningda faqat qarshi tarafning chiqimini отчет qila olamiz, o'zimiznikini qila olmaymiz. And all risk verzekeringda ham o'zimizning ham qarshi tarafninkini. Shu buning javobi all risk verzekering. What is the güldigheidsduur van het rijbewijs? Yani praviningki normal kuchga ega vaqti qanchalik deydi? Javobi o'rganib o'tgan 10 yil. Yani biz pravni olgan vaqtimizda pravni 10 yillik beradi. 10 yildan keyin bo'ldi. Hoe lang is de groene verzekeringskaart geldig? Yani yeşil sug'urta qog'ozi. Buning qanday qog'oz ekanligini biz dars so'zlab o'tgan. Bu qanchalik vaqt kuchga ega deydi? Buning javobi 1 yil. Yani bu groene verzekeringskaartni normalda biz har yili sug'urta olgan vaqtimizda sug'urta shirkati bizga avatadi. Faqat 1 yillik kuchga ega. Mag je met een rijbewijs voor een schakelauto ook een automaat rijden? Yani xotluq mashinaga olgan prava bilan siz avtomat mashina haydayolasiz deydi. Buning javobi ya. Yani amaliyot darsini olgan vaqtimizda ikki xil shaklda og'il bo'ldi. Birisi xotluq mashina, schakel auto, yana birisi avtomatik mashina. Agar xotluq mashinaning nazariya amaliyotni o'rgansak, shuni prava olsak, avtomatni haydayalaymiz. Lekin amaliyot darsini avtomat mashinadan ilib imtihonni avtomatdan berib pravni shunda olgan vaqtida biz xotluq mashinani haydayolmaymiz. Shu savolda xotluq mashinada olgan prava bilan avtomat haydayalamsiz debdi. Buni moet je een rijbewijs en kentekenpapieren meenemen als je op reis gaat in het buitenland met je auto. Yani boshqa davlatga mashinangiz bilan sayohatga chiqqan vaqtingizda pravangizni ham kentekenpapier mashinaningki plakat isbotlarini ilib olishingiz kerakmi deydi. Boshqa davlatga chiqqanda ham emas, hatto shu davlat ichida o'zingiz turishliq davlat ichida Gollandiya ichida degan vaqtidami buni har vaqt ilib olishimiz kerak. Javobi ya. Hoe lang is de theorie certificaat geldig? Yani teoriy nazariya kinishkisi qanchalik vaqt kuchga ega deydi? 1,5 yil. Yani biz nazariya imtihonidan o'tgandan keyin shu
bir xil nazariya imtihanidan o'tdi deb bir isbot chiqarib beradi. CBR'ning o'zimizning CBR turbida kirib ko'ra olamiz DXD orqali. Shu 1,5 yil kuchga kelgan. Demak, jo'g'ini nazariya imtihanidan o'tib 1,5 yilning ichida cho'qim amaliyot imtihonidan o'tib pravo elishingiz kerak. Agar 1,5 yilning ichida amaliyot imtihonidan o'tib bo'lolmasangiz, vaqt nazariya imtihonini yana boshqadan birishingizga to'g'ri keladi. What is the minimal försäkring för en företag mot haben legal op de rijbaanterreiden? Yani qanunluq holda yo'lda haydash uchun sizning mashinangiz keraklik bo'lgan eng tuvan sug'urta qaysi deydi-ku. Biz sug'urtadan o'tgan 3 xil sug'urtani o'rganib o'tgan-ku. Yani VA försäkring bu eng tuvan darajadagi sug'urta, eng asosiy sug'urta, faqat qarshi tarafninki ma'lum chiqimlarni отчет qildi. Yo'lda mashina olgandan keyin mashinani cho'qim sug'urta qildirish kerak. Yani sug'urta qildirish eng tuvan sug'urta mushu. Bu sug'urtalar 3 turga asosan sug'urtaninki bahosi. Yebent yo'ng'irdan aqtin. Yani siz 18 yoshdan kichik, ana yebent in bezit van Toerijbewijs. Yani sizning Toerijbewijs pravongiz bor. Siz hozir onder de begeleiding van iemand die toevallig een bevoegd rijinstructeur is. Yani şoförlük dersi veradigan birisininki yetakchilik ostida mashina haydamekchi. Bu odamning cho'qim begeleideri pas bo'lishi kerak deydi. Yani bu demek jo'g'ini biz 16-20 yoshdan boshlab pravo amaliyot darsini olsak bo'ldi. 17 yoshdan boshlab imtihonga kirsak bo'ldi. Agarda birisi 17 yoshida pravoni olgan bo'lsa, uningga berildigan pravo Toerijbewijs bir xil pravochu. Bu pravoda yani u odam 18 yoshga kirganga qadar cho'qim mashina haydagan vaqtida birisining yetakchiligi ostida haydash kerak. Ondan bu shu birisining yetakchilik ostida mashina haydaydigan shu odamni biz begeleidер deymiz, yetakchi. Bu begeleidер cho'qim begeleidер pas bo'lish kerak. Yani yetakchilik qilish kinishkisi, yani har qanday odam bo'lolmaydi. Bu begeleidер cho'qim erfarin bir sürüdür bo'lish kerak. Yani yangi şoför emas, balki tajribali şoför bo'lish kerak. Bu begeleidер pasnimi CBR'dan iltimos qildi. Hozir ma savolda deydi. Siz 18 yoshdan kichik, sizning ashta Toerijbewijs kinishkangiz bor. Yani siz hozir şoförlük dersi beradigan birisining yetakchilik ostida mashina haydamekchi. Bu odamninki mi cho'qim begeleidер pas bo'lish kerakmi deydi. Buning javobi yo. Yani shu gerçi u odam şoförlük dersi beradigan odam bo'lsa-mu, agarda uning begeleidер pas bo'lmasa, u chaqda u 17 yoshdan tuvan, 18 yoshdan tuvan bo'lgan Toerijbewijs bo'lgan bir odamga yetakchilik qilib mashinada o'tirolmaydi. Shuning buning javobi yo. Yani gerçi şoförlük dersi o'tadigan odam bo'lsa-mu, cho'qim uning begeleidер bo'lishi kerak. Mag het rijbewijs beschadigd zijn als je deze overhandigt aan een verkeersambtenaar? Yani qatnash saqchisiga kinishkingizni ko'rsatgan vaqtingizda kinishkingiz ziyonga uchragan bo'lsa bo'lamdi deydi. Yani bu ziyonga uchragan degani masalan kinishkin ehtiyotsizlikdan kiralg'uga qilib xatlari o'chib ketgan va yoki kinishga o'ttirdan sunib ketgan degandek mushta ahvollar. Bunun javobi ne? Yani kinishkimizni saqchiq ko'rsatgan vaqtimizda kinishkimiz cho'qim xatlari ochiq, tuz, chiroyli, qaratlik shaklda bo'lishi kerak. Agarda xatlari o'chib ketgan yoki sunib ketgan kinishkini ko'rsatsak, o'xshashlar jarimani keldi. Ben je altijd verplicht je rijbewijs bij te hebben wanneer je een voertuig bestuurt? Yani siz qachon mashina haydaygan vaqtingizda cho'qim pravongizni darvaqt ilib turishingiz majburmi, farzmi deydi. Javobi yo. Yani cho'qim mashina haydaygan bo'lishimiz kerak. Pravomiz har vaqt yonimizda bo'lishi kerak. Agar nima kerakki yo'lda saqchi tekshirib, agar pravo yonimizda bo'lmay qolsa jarimani qo'yildi. Je hebt je rijbewijs gehaald op je 17e, wil gaan rijden met een vriend die ook 17 is, heeft ook al het rijbewijs bij, mag je zo gaan rijden.
Yani siz 17 yaşta Praybase aldınız. Yani bir dostunuz var, o 17 yaş, onun Praybase var. Yani işkimlamışda bizi maşina edisanlar bulamdı deydi. Bunun cevabı ne? Bayağı muşma dair bir soru çıkan. 17 yaşta Praybase algan adam 18 yaşqa kirgenge qadar çoqum bir erfarin büstürlüğünün, yani tecrübelik şoförününki yetekçiliki astıda haydiş gerek. Bu 17 yaşlı adam bilen birge haydışık bu. Mahkemet Raybase Bey in Snorfits, Bromfits, Skotmobil büstürün. Yani siz Raybase Bey bilen Snorfits, Bromfits, Skotmobil bulamızı her türlü qatnaş bastırğı. Muşlarını aytsanız bulamdı deydi. Bunun cevabı hə. Yani biz bir tiplik pravımız bilen moto, topluk moto muşlarını aytsak buldu. Je hebt rijbewijs bij, mag je in aanhangwagen van 1750 kilogram vervoeren met een auto die 2000 kilogram weegt. Yani kinişkans ba, 2000 kilogramlık bir maşin bilen 1750 kilogram kildiğan kozupni birge çitpeydirsiniz bulamdı deydi. Bunun nazariyasını öğrengendik. Rijbewijs bij bilen biz eydiyalaydigan umumiy ig'irlik 3500 kilogram. Hozir 2000 ga 1750 ni qo'shsak 3750 kilogram bo'lib ketdi. 3500 dan yuqori bo'lib ketdi. Shunga bunda haydasak bo'lmaydi. Javobi shunga. Hoeveel personen mag je vervoeren met rijbewijs B? Yani B tiplik pravo bilan qancha odamni birga apmansangiz bo'ldi deydi. Javobi 8. Yani bu yerda demakchog'ini bir tiplik pravomuz olsa, mesela 5 kişilik maşina olsa 8 adamni tiqib mansaq bo'ldi degan gap emasmi? Yani bir tiplik pravo bilan biz 8 adam özümüzni qo'shib 9 adam o'ltig'ili bo'ldigan mashinada 9 kişilik o'rindiq va mashinani haydasak bo'ladi. Mag je aan de politie een kopie laten zien van je rijbewijs of kentekenkaart? Yani saqchiga pravongizning va yoki mashina plakat kinishkisininki kopiyasini ko'paytirilgan nusxasini ko'rsatsangiz bo'ladi deydi. Javobi yo'q, cho'qim asli nusxasini ko'rsatsangiz kerak. Yana imtihonga, yani mushta savollar chiqdi-chu, amaliyotda pek tez emaslar. Bu savollarni ko'rib his qilgansizlar, unchalik tez darajada chiqmaydi. Bugungi ikkinchi darsga doir taqlidiy imtihon savollarimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyin qatamliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'linglar.